Halo tizim. Bugun sizlar bilan damit va umtuni qo'llanilishini, qoidalarini va ba'zi bir qo'llaniladigan xatoliklarini ko'rib chiqamiz. Demak, umtu va damit nima degan tarjimani beradi? Ikkalasi ham uchun degan tarjimani beradi. Demak, ketdik. Qo'llanilishi ikkalasi ham, damit ham, umtu ham aynan sabab yoki maqsadni ifodalash uchun qo'llaniladi. Ya'ni siz biror bir ish harakatini bajarasiz, qandaydir maqsadda. Damitga keladigan bo'lsak, demak bu uchun degan tarjimani beradi va damit ishlatilgan gapimizda asosiy gap va qo'shimcha gap. Asosiy va ergash gap bo'ladi va ikki xil subyektga ega bo'ladi bu gaplarimiz va asosiy gaplarimizni mana bu yerda formulasini ko'rishimiz mumkin. Asosiy gap, vergul hamda damit va qo'shimcha gap ishlatiladi. Demak, misollarga keldik. Ich lerne Deutsch, damit ich in Deutschland arbeiten kann. Demak, damit ishlatilgan gapimizda egadan keyin ikkinchi o'rinda keladigan fe'limiz gap oxirida bo'ladi. Ya'ni damit bu yerda fe'lni, ikkinchi o'rindagi fe'lni oxiriga o'tkazib yuboradi. Bu gapimizda men nemis tili o'rganyapman, Germaniyada ishlay olish uchun degan tarjimani beradi. Va e'tibor berayotgan bo'lsak, bu gapimizda asosiy gapda ham, ergash gapda ham ich, ya'ni men degan subyekt bor. Demak, bu yerda subyekt, bu gapimizda subyekt bir xil, ikkalasi ham ich. Keyingi gapimizni ko'radigan bo'lsak, sie spricht langsam, damit alle sie verstehen degan gapimiz. Demak, damit ishlatilgan paytida bizda ega, alle, hamma degan ega kelyapti va undan keyin ikkinchi o'rinda kelishi kerak bo'lgan fe'limiz gap oxiriga o'tib ketyapti. Va bu yerda u sekinroq gapiryapti, sekin gapiryapti. Hamma uni tushunishi uchun degan gapimiz kelyapti. Ma'no beryapti. Va bu yerda zi birinchi asosiy gapimizda zi u degan ega bo'layotgan bo'lsa, keyingi gapimizda alle, hamma degan ega bo'lyapti. Bu yerda subyektimiz demak ikki xil ekan. Damit bilan ishlatilganda aynan shunday ishlatishga egamiz, ishlata olamiz. Demak, umtuga o'tadigan bo'lsak, umtu ham bizga damit kabi uchun degan tarjimani beradi, lekin damitdan farqi bor. Qanaqa farqi desangiz, umtu ishlatganingizda har doim bitta subyekt, ya'ni bitta ega bo'lish kerak va umtu har doim maqsadga qaratilgan bo'ladi. Va bu yerda biz aynan umtu ishlatilganda gapni qanday strukturada qo'llashimiz berib qo'yilgan. Demak, asosiy gap ishlatilgandan keyin bu yerda albatta vergul bo'ladi va undan keyin gapimiz davom etib ketadi-da, oxirida to va fe'lni infinitiv, ya'ni tuslanmagan shakli qo'llaniladi. Bu yerda misollarni ko'rishimiz mumkin. Birinchi misolimiz arbeitet viel, seine Familie glücklich zu machen. E'tibor berayotgan bo'lsak, bu yerda qo'llanilyapti verguldan keyin darhol va gapimizni oxirida fe'ldan, ya'ni machen degan fe'ldan oldin to ishlatilyapti. Bu gapimizni tarjima qiladigan bo'lsak, u ko'p ishlayapti, oilasini baxtli qilish uchun degan tarjima bo'ladi va aynan umtu ishlatilgan gapimizda hech qanday ega bo'lmaydi. Va bu yerda faqatgina bitta subyekt, bitta ega bor, u ham bo'lsa Keyingi gapimizda ich spare Geld, ein Auto zu kaufen degan gapimiz. Demak, bu gapimizda men pul tejayapman, avtomobil sotib olish uchun degan tarjimani beradi va bu yerda ham verguldan keyin darhol qo'llanilgan va to fe'ldan oldin ishlatilgan. Bu gapimizda ham bitta subyekt, ya'ni ega bor. U ham bo'lsa ich. Umtu ishlatilgan gapda hech qanday ega mavjud emas. Bu umtuni asosiy muhim qoidalaridan bittasi. Endi damit va umtuni o'rganib olgan bo'lsak, bizda mana shu damit va umtu ishlatilganda
qilinishi mumkin bo'lgan xatolar turibdi. Shularni bir ko'rib chiqamiz. Bu bilan siz damit yoki umtu ishlatganingizda aynan shu xatolarga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Demak, birinchi xatoyimiz bir xil subyekt uchun, ya'ni gapimizda bitta ega keladigan bo'lsa, biz unda damit qo'llab ketishimiz bu xato hisoblanadi. Uni o'rniga umtu qo'llashimiz maqsadga muvofiq. Misol uchun, ich lerne viel damit eine gute Note zu bekommen degan gapimiz mutlaqo xato. Nima uchun desangiz, bu yerda damit qo'llanilyapti-da, oxirida yana fe'limiz zu bilan ishlatib ketilyapti. Agarda siz bu yerda aytsangiz, damit ich eine gute Note bekomme degan gapim xatomi deydigan bo'lsangiz, yo'q, albatta xato emas. Lekin siz birinchi gapingizda ham, ikkinchi gapingizda ham ich ishlatganingiz uchun uni o'rniga siz umtudan foydalanganingiz maqsadga muvofiqroq. Misol uchun, ich lerne viel eine gute Note zu bekommen. Men ko'p o'rganyapman yaxshi baho olish uchun. Demak, bir xil subyekt bo'lgan paytida biz umtu qo'llashimiz maqsadga muvofiq. Ikkinchi xato, kuzatiladigan xatolarimizdan turli subyekt, ya'ni turli egalar uchun umtu ishlatishimiz. Bu juda ham katta xato hisoblanadi. Bunda gapimizda hech qanaqa ma'no chiqmay qoladi. Misol uchun, ich helfe ihm erfolgreich zu sein degan gapimiz. Bu gapimizda noto'g'ri ekanligi shundoqqina ko'rinib turibdi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, birinchi gapimizda ich ega bo'lyapti-da, ikkinchi gapimizda ega va buni ustiga ega bor bo'lishiga qaramasdan bizda fe'l nima qilmayapti? Tuslanmayapti. Demak, bu xato hisoblanadi. Uni o'rniga biz aytadigan bo'lsak, ich helfe ihm damit erfolgreich ist degan gapni aytadigan bo'lsak, bu gapimiz maqsadga muvofiq va to'g'ri ma'no beradigan, grammatik jihatdan ham to'g'ri strukturaga ega bo'lgan gap bo'ladi. Nima uchun desangiz, bu yerda demak, damitdan keyin subyekt kelyapti, bizda ega kelyapti va fe'limiz ham egaga qarab tuslanyapti. Bunda men unga yordam beryapman, u muvaffaqiyatli bo'lishi uchun degan tarjimani beradi-da. To'g'ri strukturadagi va ma'nodagi gap bo'ladi. Demak, turli xil subyektlarga biz umtudan ko'ra damit ishlatishimiz maqsadga muvofiq. Xo'p, 3-qoidamiz va zu orasiga boshqa so'zlar qo'yish. Agarda biz ishlatganimizda zu gapimizni oxirida bo'lsa-yu, undan keyin fe'l kelmasa, bu xato qo'llanilgan bo'ladi. Yokida umtuni birgalikda qo'llab qo'yish va zudan keyin fe'l yana gap davom etishi, bu ham xato hisoblanadi. Misol uchun bu yerda kelyapti, ich lerne Deutsch besser zu degan gapimiz kelyapti. Zudan keyin e'tibor berayotgan bo'lsangiz, nuqta va hech qanday gapimiz yo'q. Bizda esa qoidamiz bo'yicha, oldin o'rgangan qoidamiz bo'yicha bu yerda fe'l kelishi kerak edi. Biz uni o'rniga ich lerne besser Deutsch zu sprechen shaklida gapiradigan bo'lsak, to'g'ri bo'ladi. Nimaga? Kelyapti bizda virguldan keyin va qandaydir gaplar zu fe'l. Bu yerda biz aynan umtuni to'g'ri qo'llagan bo'lamiz va ma'no qanaqa bo'ladi? Men o'rganyapman, yaxshiroq nemis tilida gapirish uchun degan tarjimani berib ketadi. 4-chi qilishimiz mumkin bo'lgan xato, ehtimoli bor xato, bu albatta og'zaki nutqda hech qanday ahamiyatga ega emas, lekinda yozma nutqda qo'llaganingizda bu imtihonda rol o'ynaydi va sizni balldan ayirish ham mumkin. Demak, bu yerda agarda ich arbeitedan keyin hech qanaqa virgul qo'ymaydigan bo'lsak va mehr Geld zu verdienen deb yozib ketadigan bo'lsak, bu xato hisoblanadi va qo'ymagan virgulimiz uchun ham 1 ball ayirib tashlanadi imtihon davomida. Uni o'rniga biz yozishimiz kerak bo'ladi, ich arbeite virgul mehr Geld zu verdienen. Bu gapimizni tarjimasi men ishlayapman ko'proq pul topish uchun degan tarjimani beradi. 5-chi oxirgi qilishimiz mumkin bo'lgan xatoyimiz esa qo'shma gapda fe'l noto'g'ri joylashuvi. Ya'ni biz qo'shma gap ishlatganimizda fe'lni o'rnini boshqa pozitsiyaga qo'yib qo'yishimiz. Misol uchun bu yerda bizga als Beispiel kelyapti.
Ich helfe dir, damit du kannst die Aufgabe lösen. Demak, damit ishlatilgan gapimizda biz egani qo'llashimiz va egadan keyin keladigan, ikkinchi o'rinda keladigan fe'limizni gap oxiriga o'tkazib yuborishimiz kerak edi. Lekin bu yerda gapimiz egadan keyin darhol kelib qolyapti fe'limiz. Uni o'rniga biz agar aytadigan bo'lsak, ich helfe dir, damit du die Aufgabe lösen kannst shaklida aytadigan bo'lsak, bu yerda damitni to'g'ri qo'llagan bo'lamiz va ma'no qanaqa bo'ladi? Men senga yordam beryapman yoki yordam beraman. Sen vazifani bajara olishing uchun degan shaklda aytgan bo'lamiz. Demak, bu bizda 5 ta qilishimiz mumkin bo'lgan xatolar bo'yicha yo'riqnoma edi. Demak, shu bilan bizda damit va umtu qoidasiga bag'ishlangan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda qandaydir savollaringiz bo'lsa, video kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin va video opisaniyasida aynan damit va umtuga bag'ishlangan mashqlarni topishingiz mumkin. Demak, sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishguncha, auf Wiedersehen.